Assalomu alaykum apparatura muxlislari, sizlarga yangi probegi 0 va qiz bola apparaturani ko'rsatib o'taman. O'sha hammamiz bilgan Dynacort 1000 modeldagi pult, коробка dokument yangi ULX24 mikrofon, коробка dokument ham yangi birinchi qo'l. Line mikrofon bu ham birinchi qo'l albatta. Stoykalar bular ham yangi. Bir juft stoyka. Endi kolonkalarimizga navbat. Dynacort korpus stilida yasalgan mana fanerdan, displey emas. 15 düym. Dinamik MNS Kappa Pro 15 düym. Pishalka. Tuxum pishalka. Lekin buni plastmassa korpus emas bu. Magnit ham katta. Chiqarish ham umuman boshqacha. Qimmat variantidan filtrlar bilan qo'yilgan. Ikkinchisi ham xuddi o'sha narsa. Tuxum pishalka mana temirli korpus, magnit ham katta. Chiqarish ham umuman boshqacha. 15 düym MNS Kappa Pro. Korobka, ichidagi narsalar, korpus hammasi birinchi qo'l, yangi. Nizga keladigan bo'lsak, SD1000 yangi korobka dokument bu ham. Korpus ham yangi birinchi qo'l, hamma narsa. Holati shunaqa. Ikkinchisi ham shu. SD1000 yangi korobka dokument bu ham. Birinchi qo'l. Mana bu kaneskalarga alohida to'xtalib o'tamiz. Bu chilonzorda olingan narsa emas. Bu to'g'ridan to'g'ri zavod ichiga kirib, zavoddan olib chiqilib kelingan narsa. Korobka dokument. Bunda o'zida krasaveri bor, niz, sredniy, soki, shunaqa narsa. Bu akalar garanti, kafolati bor. Adashmasam noyabr oyigacha. Menimcha hammada ham yo'q, chunki bu zavoddan olib chiqib kelingan narsa. Umuman alohida narsa bu. Puli ham juda ham qimmat bo'lgan. O'zimizga ham birinchi qo'l. Hozir umumiy ko'rinishini ko'rsatib o'taman. Ana akalar umumiy ko'rinishi. Oraga aniqlab qo'yilgan stakanchiklar. Hammasi yangi, probeg 0. Tekshirib ola olasizlar, xudo xolasa. 15 bilan Dynacort test uchun bir marta olib chiqib, kelin salonga olib borilgan mikrofon bilan. Bu ishlamadi hali ko'chaga chiqib, nizla ishlamagan hali ko'chaga chiqib. Chizilgan, qirilgan joylari va korpuslari. Ana akalar, kimgadir ma'qul bo'ladigan bo'lsa, nomer qoldiramiz. Chamadani mana mikrofonniki. 15 ga qolganlarning korobkasini ko'rsatamiz. Ana SD1000 korobkasi, bu kanes korobkasi. Bu alohida mavzu. Dynacort korobkasi, ana kichkina pishalkalarning ham korobkasi bor, podvalda o'tiribdi. Xullas hammasi yangi 0 probeg aytayman. Qiz bola apparatura.
Telefon raqam 99lik 841 1691. 90lik 818 1691.